Narxini ahamiyati yo'q. Muhimi, jiddiylikda aks etgan nafosat va unikallik bo'lsin deydiganlar uchun Arka Mebel markazidan maxsus obzor. E'tibor markazingizda 100% Turkiyada sanoqli sonlardagina ishlab chiqarilgan antik mehmonxona uchun to'liq to'plami. To'plam dizaynerlik ish hisoblanib, asosan yuqori sifatli buk yog'ochi va MDF dan tayyorlanadi. 8 kishilik 220 ga 110 o'lchamli stol va stullar bir qarashda keng dalalarda yugurib yurgan qora bayrni eslatsa, stullardagi villur va gobelen matolari oddiylikda yashiringan hashamatni ko'rsatib turadi. Antik yumshoq mebel to'plamini sizning o'ta nozik tabli mehmonlaringiz bir ko'rishgandayoq siz naqadar yuqori did bilan tanlov qilganingizni tushunib olishadi. Neoklassik uslubidagi ushbu to'plamning 230 ga 50 sm-lik TV tumbasi faqatgina buyum emas, balki sizning statusingizni ko'rsatib turadi. Ushbu prestij beruvchi antik bilan siz mehmonxonangiz uchun qo'shimcha mebel olishingiz ham shart emas. Chunki to'plamda kattagina tosh oynali konsol hamda komod ham mavjud. Bundan tashqari to'plamda jurnal va kafeyni stol ham bor. Xullas, ushbu limited edition to'plamni siz Arka Mebel markazi Medli Home brendidan topasiz. Narx va to'liqroq ma'lumot uchun izohda plus belgisini qoldiring.